Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningda yana bitta skromniy proyektimiz tayyor holatda Cobalt avtomobilda. Qilingan ishlari to'liq. Bu avtomobilda premium klassda shum izolyatsiya qilib berganmiz. STP mahsulotlardan foydalanib, cho'nchaklari karpet bo'ladi, bardacho, eshiklari, bardacha hammasi. Undan keyin material print bo'lgan, полный salon, Yelisey deyiladi. Ruchkalar atrofi, kolonka setkalari, qaranglar, qanaqa chiroyli strukturada chiqqan. Stiklopodium kramkalari. Podsetka qilingan, o'zi yonmaydi, yonadigan qilib berganmiz. Cho'nchalar karpet bo'lgan. Print qaranglar, tabloni detallari, deflektorlari, pechka, ramka hammasi bo'ladi. Полный salon. Mana shunaqa chiroyli chiqadi. Hop, bundan keyin Derogor polik tashlab qo'yganmiz. Magikardan dominant 908 ustunovka qilib berganmiz. Start stopimiz bor, o'rnatilgan. Original Malibu 2 rul o'rnatib berdi. Cruise kontrollari ishlaydi. Dальний signal bor, tabloga sugrasi chiqarib berganmiz. Bu yoq multimedialar ishlaydi. Podsetkasi absolyutni unaqa birizoviy bo'lgan. Rulimiz original. Undan keyin Malibu 2 barlarni ustunovka qilib berdi. Bu qaranglar, Premier richak, Aquaprint, ruchnoy tormoz, original ovozsiz, besprovодной zaryadka, bitta knopkaga bagaj ochishi ham ular ishlatib qo'yganmiz mana. Monitorimizda ham ko'rsatadi bagaj ochilganligini. Idealni chiqdi. Parandalari mana bu hammasi bigushi bo'lgan, plata bilan o'rnatilgan. Muammosiz ishlaydi, Alloh xolis. Mana pechkani detallari, bundoq chiqamiz, deflektor, endi monitor o'rnatib berganmiz. CC3. Tepada turadigan ramkalari bilan birgalikda. Idealni tushadi. Porsche obzori ham zo'r. Voditelga anchagina udobstvo beradi. Odam chalg'itmaydi, yaxshi ketaverasizlar. Yo'lga qarab buni ko'rib ketish osonroq bo'ladi. Hop, monitor zadniy kamerasi bor, qaranglar, palasalar buriladigan, o'rnatib bergan. Rulni burganda palasalarimiz buriladi, Alloh xolisi. Hammasi original mahsulotda. Ishimizdan sifatiga ham garantiya beramiz. Registratorimiz bor, bitta antiradarimizni ham o'rnatib berganmiz. To'liq shumka qilingan. Hop, narxlari telefon orqali murojaat qilasizlar, tushuntirib, chiroyli qilib beramiz, ishlarni ham bitirib beramiz. Xizmatlar bo'lsa, Max Tuningga murojaat qilaveringlar.